Farhod Diyor. Bu qaysidir biri ismingiz, qaysidir birini taxallus sifatida qilib olgansiz, to'g'rimi? Albatta bu Farhod Diyor. Farhod mani ismim, Diyor bu taxallus. Endi bu savol, qayerdan nima uchun Diyor degan savol. Familiya bilan bog'liqmi endi? Yo'q, familiya bilan bog'liq emas. Bu inson bilanmi? yo'q, bu gimnimizda etilib o'tgan shu Diyor, bu mamlakat. Hur Diyor. Hur Diyor degan joyi bor, shu diyorda farzandiman. Farhodiman. Shu diyor Farhod. Voy. Shundan olingan buni men o'zi Farg'onalikman. Farg'ona Rishton tumanida turaman. Mehr yog'dusi gazetasi bo'lardi. Rahmatli Tolib aka degan boshlig'i bo'ladi, redaktor deydimi? Muharrir. Muharrir bo'lardilar. Shu inson shu nimani qo'yib berganlar. Farhod Diyor. Ular qo'ygan. Shu Ular taklif demak shuni bildirganlarida bu sizga ma'qul kelgan. Shu o'lkani farzandisan-ku. Mana Hur o'lka, Hur Diyor deb gimnlarda ham ijro qilinadi. Bu juda salovatli nima, taxallus deb nima qilishgan.